Chortoq tumanidagi mahallalarda ham ota-onalar va nuroniylar kengashlari tuzilgan. Bugun nihoyatda dolzarb bo'lib turgan to'y marosimlarini ixchamlashtirish, ularda dabdababozlik va isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik borasidagi tadbirlarda mazkur kengashlar faoliyati muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhada shu haqida so'z boradi. Tumanning Damariq mahallasidagi kengash raisining o'rinbosari, Do'stlik ordeni sohibi Abdullaxon ota O'rinboyev tashabbusi bilan 7lik faollar, hududdan xalq deputatlari tuman kengashi deputatligiga saylangan Shavkatjon Abdullajonovlardan iborat ishchi guruh tuzildi. Mahalliy doirasidagi tashkil etilgan deputatning qabulxonasi shtabga aylandi. Mahalladagi to'ylar shu yerda, avvalo qudalar, bo'lajak kelin-kuyovlar ishtirokida kechadigan muloqotdan boshlanmoqda. Jarayonlar avval ham nazorat qilingan, biroq respublika hukumatining qarori qabul qilinib, maromiylik me'yorlari belgilangandan so'ng mahallada qaror ijrosiga jiddiy kirishildi. Damariq mahallasida oktyabr oyida 3 ta xonadonda dafn marosimi o'tkazildi. Biz ana shu xonadonga mahalla yetkiligi yetib bordik, ularga targ'ibot tashviqot ishlarini olib bordik. Ularga mana shu dafn marosimini ixchamlashtirish, 20-40 degan narsalarni dinimizda ham yo'qligini ularga tushuntirdik. Ulardan 2 ta xonadon kam ta'minlanganlar ro'yxatini olishdi va birgalikda o'sha mablag'larni biz o'sha kam ta'minlangan xonadonlarga eltirib berdik. Bozor iqtisodiyotining ijobiy jihatlari, tadbirkorlikka yaratilgan sharoitlarning samaralarini inkor etmagan holda ta'kidlamoqchimizki, turli yo'llar bilan pul topgan ayrim kishilarning bosar tusarini bilmay qolayotgani ham ayni haqiqat. Bu o'z navbatida ko'pchilikning haqli e'tirozini keltirib chiqarayotgan edi. Masalaga yurtboshimiz e'tibor qaratganlari mahallalardagi kengashlar a'zolarini hushyor toptirdi. Ishimizni qayta ko'rib chiqdik, deydi otaxon. To'y, turli marosimlarni kam chiqim o'tkazish, ularni isrofgarchilik siz o'tkazish bo'yicha mana respublikamizda juda katta tadbir boshlandi. Bu masalalar qo'yilgandan keyin ota-onalar va nuroniylar maslahat kengashi a'zolari to'planib tadbirlar ishlab chiqdik. Bu masalada yana o'zimizga ko'makchilarni ham topdik. Dafn kuni ayollarga 1,5 ming, 2 ming metr material tarqatdilar. Buni yo'q qildik. Undan tashqari ma'raka degan bo'lardi, qo'y so'ylardi, bitta qozonda osh, bitta qozonda sho'rva, kechgacha maishatbozlik bo'lardi. 2 kalima Qur'on o'qiydigan odam tab bo'lmasdi. Uni ham bartaraf qildik-da. Undan keyin katta kichiklar ham yo'q bo'ldi. 3 ta to'y bo'ldi oktyabr oyida. Biz qudalarni birgalikda akalar tomonni to'yxonaga to'plab o'sha yerda maslahatlashib oldik. Juda chiroyli qilib kamchiqim bir kunda o'tkazishni hal qildik. Otaxon to'g'ri maslahat berdilar bizga. O'sha qudalik ikkala quda birgalikda kelishgan holatda yengil qilib bir kunda o'tkazdik to'ylarni. To'ylarimiz darajasidan milliy ma'naviyatimizga yot urf-odatlarning o'rin olayotgani hammani birdek tashvishga solishi zarur. Imom xatiblar, otinoylar ham mahallalar kesimida targ'ibot tadbirlarini boshlab yubordilar. To'ylarimizdagi bo'layotgan, sovg'a yig'inlarimizda bo'layotgan isrofni oldini olishga yana biz ko'proq jiddiyat qilishimiz kerakligi. To'ylarimizda ham, ma'rakalarimizda ham hozir o'zini ko'rsatishlik uchun noo'rin amallar qilib qancha oilalar bunga yetisha olmayotgan, oila qura olmayotgan, burilgan oilalarni ozgina kamchilik deb, manmansirashlik deb turib, oilalar buzilib, bolalar yetim bo'lganiga guvoh bo'layapmiz. Chortog'imizda 11 ta masjid imomlar bo'lsa, 27 ta imom xatib, noiblar faoliyat olib borishadi. Bu har bitta mahallaga bog'lanib, to'ydan oldin borib ularga tushuntirish ishlarini olib borib, targ'ibot amallarini olib boryapmiz. To'y eng avvalo ota-onalar, mahalla faollari va qudalar zimmasidagi katta mas'uliyat. Yoshlarning baxtli hayot kechirishini katta hayotga qo'yayotgan ilk qadamlari belgilaydi. Chortoqlik nuroniylar, kengashlarining a'zolari, rahbar mutasaddilar o'zbekona hamjihatlik qanday ekanligini amaliy ishlari, shaxsiy namunalari bilan ko'rsatish niyatida ish olib bormoqdalar.